Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida inson organlari va to'qimalar savdosi bilan shug'ullangan uyushgan jinoiy guruh fosh etildi. Toshkent shahri va Toshkent, Farg'ona, Buxoro hamda Qashqadaryo viloyatlarida yashovchi 12 nafar fuqarodan iborat jinoiy guruh ijtimoiy tarmoqlar orqali buyrak va jigar kasalliklaridan aziyat chekayotgan bemorlarni topib va sog'lom fuqarolarni mo'may pul evaziga o'z organini sotishga qiziqtirib, Rossiya Federatsiyasidagi tanishlari yordamida shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni qalbakilashtirish orqali ularni go'yoki qarindosh sifatida ko'rsatib, Tojikiston Respublikasidagi xususiy klinikada jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirishgan. Uyushgan jinoiy guruhning 2023-2025 yillardagi faoliyati davomida 32 nafar bemorga buyrak va jigar to'qimalari ko'chirib o'tkazilgan. O'z navbatida bemorlardan olingan katta miqdordagi pul mablag'larining ma'lum bir qismi operatsiya uchun xususiy klinikaga hamda donorlarga berilgan, qolgani esa o'zaro taqsimlangan. Shuningdek, jarrohlik amaliyotidan keyin sog'liqlarida ijobiy o'zgarish bo'lmagan bemorlarga og'riqni qoldirish maqsadida jinoiy guruh tomonidan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari qimmat narxlarda sotilgan. Uyushgan jinoiy guruh a'zolariga nisbatan Jinoyat kodeksining 133-prim 1, 228, 246, 273 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borildi. Hozirda jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqish uchun sud organlariga yuborildi. Hurmatli fuqarolar, agarda siz bunday masalalarda ushbu jinoiy guruhdan yoki boshqa shaxslardan jabr ko'rgan bo'lsangiz, eng yaqin ichki ishlar organlariga yoki 112 qisqa raqam orqali xabar berishingiz so'raladi.